Prezident maktabi birinchi bosqich imtihonidan qiynalmasdan yengil 99% o'tishni xohlasangiz, ushbu kitobni 100% o'rganib chiqqan bo'lishingiz kerak. Kemaning boshlang'ich matematika kitobi. Bu kitob 3 va 4-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, darslikdan faqatgina imtihondan yuqori ball olmoqchi bo'lgan o'quvchilar foydalanadi. Kitobning asosiy xususiyatlaridan biri o'quvchi mavzuni chizish va bo'yash orqali o'rganishi mumkin. Har bir mavzu ikkita asosiy qismdan iborat: sinf ishi va uy ishi. Har bir qism 40 ta misoldan tashkil topgan. Misollarning 35 tasi mashq, 5 tasi test shaklda berilgan. Mashqlarning 30 tasi standart shaklda, 5 tasi esa murakkabroq, o'quvchilarni ko'proq fikrlashga undaydi. Har bir mavzuda aynan iqtidorli o'quvchilar uchun alohida qiyinroq misollar ham berilgan. Har 3 ta mavzudan keyin mavzularni takrorlash uchun alohida 30 talik mashqlar berilgan. Kitob aynan 3 va 4-sinf o'quvchilari uchun eng kerakli bo'lgan 17 ta mavzudan tashkil topgan. Qo'llanma 100 ga yaqin o'quvchilarni maxsus maktablarga kiritgan ustoz tomonidan ishlab chiqilgan. Darslikni respublikaning istalgan kitob do'konlaridan topishingiz mumkin.